Baliq qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan, institutimizda o'tkazilgan baliq qizlarda birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bundan juda ham xursandmiz. Natijalarimizdan, qizlarimizdan juda ham xursandmiz. Bu qizlar o'zini mehnati, bilimi, harakati bilan erishdi deb o'ylayman. Tadbir yaxshi o'tdi, ko'ngildagidek bo'ldi. Hech qanday e'tirozlar yo'q. Muhimi ishtirok. Bugungi tadbirdan taassurotlarim juda ham zo'r, juda ham qizg'in va juda ham ajoyib o'tdi. Ikkala jamoa ham juda ham ajoyib qatnashdi. Hammamizga omad har doim yor bo'lsin. Bundan-da yaxshi tadbirlarni yanada o'tkazishda davom etaylik.